Assalomu alaykum o'rtoqlar hammaga. Tuzimsizlar, charchamayapsizlarmi? O'rtoqlar, kechagi kanalga mana bu tashlagan skrinshotimda ko'rib ko'pchilik yozibdi, ya'ni qanaqasiga depozit $100, kredit $100, ya'ni qo'shimcha yana $100 broker bonus berdi. Bu qaysi broker deb so'rashibdi. Sizlarga qisqacha tushuntirib berishga harakat qilaman. Bizga XM broker kerak bo'ladi. Bu XM brokeridan, to есть ro'yxatdan o'tilgandagi holati bu. Verifikatsiya hamma narsasi bo'lgandan keyin qilinadigan ish. Ya'ni bu videoni ko'ryapti turgan bo'lsangiz, siz oldindan XM brokerida ishlab keladigan bo'lsangiz yoki oldin registratsiya qilgan bo'lsangiz, siz uchun bu video. Agar registratsiyadan o'tmagan bo'lsangiz, pastda alohida yana silka qo'yib qo'yaman. Silkani ustiga bosib turib ro'yxatdan o'tasiz va mana shu ishlarni qilsangiz, sizga ham 100% bonus berishi mumkin bo'ladi broker. Xo'sh, demak, siz XM brokerida savdo qilib kelasiz va siz qiladigan ishingiz nima? Kirasiz, plus tugmasini ustiga bosasiz, savdo hisobi. MetaTrader 5 uchun tanlaymiz, standart shot va mana shu holatgacha ham yetib keladi. Qiladigan ishingiz mana bu yer ustiga bosasiz va bu yerga kodni kiritamiz. Katta kichik farq yo'q. Katta harf bilan yozasizmi, kichkina harf bilanmi, lekin to'g'ri yozish kerak. Ya'ni Diamond 0559 promo kodini kirgizamiz va mana bu yerga птичка bosamiz. Davom ettirish bosganimizdan keyin bu yerda savdo parolini qo'shishimiz kerak bo'ladi. Buni o'zimiz o'ylab topsak ham bo'laveradi. Va qilib bo'lganimizdan keyin bizda deylik mana bunaqa holat ochiladi. Va bu yerga yana depozit qilsak, agar hozirgi ishlarni qilgan bo'lsak, bemalol bonus berishi mumkin bo'ladi yoki boshqa hisobdagi shotingizda, ya'ni mana shu hisobga o'tkazadigan bo'lsangiz, to есть bonus berishi mumkin. Bonusda agar oldindan olib keladigan bo'lsangiz, mayda-mayda qilib bermasligi ham mumkin. Bu narsaga hech kim garantiya bermaydi, lekin siz hech narsa yutqazmaysiz, qilib ko'rsangiz bo'ladi. Xo'sh, endi buni MetaTraderga qanday ulaymiz deydiganlar uchun boshqarish ustiga bosamiz, hisob ma'lumotlarini bosamiz, buni kopirovat qilib MetaTrader ilovasiga qo'shamiz. Xo'sh, bizda mana bu kelib chiqadi. Buni 19 qilib tanlashimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, 9 ekan, kechirasizlar. MetaTrader 5 va 9 son. Endi pastiga bo'lsa, mana buni kopirovat qilib tashlaymiz. Paroliga bo'lsa, boya sizlar bilan o'sha o'ylab topgan parolimiz kerak bo'ladi. O'sha o'ylab topgan parolni kirgizamiz va MetaTrader 5 ilovasida bemalol savdo qilishimiz mumkin bo'ladi. Video hamma uchun manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Hammaning ishiga omad, joninglar sog' bo'lsin.